Assalomu alaykum YouTube. Kichkinagina video qilaman hozir. Hop, antifriz kamayib qolayotganda 3 kun 4 kunda bir ozgina 50 gram 50-60 gram kamayib qoladi. 3 kun shunaqa 4 kunda. Buni topolmayotganda mana topildi. Mana bu trubka. Birinchi marta men bo'shatib ko'rdim. Mana bu tag qismida mana bu turadi. Ko'rinmaydi bu tomondan turib ko'rinib turadi. Bu temir bo'lar ekan, bu temir. Mana temir. Chirib ketgan. Shaylar sizayotgan. Buni ochib ko'rmaguncha bilinmas ekan, mana tagidaligi uchun. Mana bu ichkari qismida turib, buni olib turib, masalan olib turib, shu trubkadan mana shlanka mana bir tomoni radiatordan keyin katta shlanka bir tomoniga kirgiziladi, qotiriladi. Ikkinchi tomoni mana shu motorga ketgan shekilli mana shu ichkarida oxirini ko'ra olmadim. Bu tomondan shlanka. Xullas ikki tomondan shlanka kelib germetik qilib qotirilar ekan Muhammad bilan. Bu temir bo'lar ekan. Asli alyumin bo'lishi kerak, trubkalar o'sha alyumin zanglamaydigan metal bo'lsa, zanglamaydi. Mana temir bir pasda chirib ketadi, lekin mana shuncha necha yil bo'ldi, 6 yil mashina o'ynatgan bo'lsam, endi almashtiryapman. O'zim ham darrov chirimaydi, bu ham ancha xizmat qiladi, lekin bu temir chiriydi mana. Shuni hisobiga sizayotgan bo'lgan mana. Temir chirigan, mana yo'llari qo'yib yuboradi. Mana yangisi. Mana bord yangisini bo'rtgan joyi bo'ladi-da, shu ana shunga kirib, germetik qilib qotirilganda mana bo'rtgan joydan keyin sizmaydi. Butun bo'lsa, mana bu o'sha bo'rtgan joyi, mana halqa joyi yo'qolganda shuni hisobiga sizayotgan mana. Antifriz juda oz miqdorda, lekin baribir sizadi. Buni baribir bartaraf qilish kerak. Shu narsani ko'rsatib o'tmoqchi edim. Buning uchun hozir Spark mashinasi mana. Uni akkumulyatorda oldim, miyani olib tashladim. Akkumulyator tagidagi mana u stoykasini akkumulyatorda ko'tarib turish stoykani olib tashladim bu yerda. Bir ikkita datchiklarni mana suqurdim. Keyin mana bu o'shanda ham ochilmadi. Bo'shatib olish ham qiyin ekan, korobkani bolti bilan qotarkan, ikkita bo'ldi mana. Ikkita halqa turibdi mana, bolt qotilgan boltga ega. Mana shunda qotirilar ekan. Shu ushlab turar ekan. Endi men buni zanglagandan xabarim yo'qdi, prosta buni bo'shatganimdan keyin ko'rdim, chunki bu tomonda ko'rinmas ekan. Bir tomoni mana bu tomondan, bu tomonidan suv qo'ygan, mana bunda turgan bo'lsa, bu tomondan sizayotgan bo'lgan. Keyin ochib olib qarasam, o'sha shlankani sug'urganimdan keyin ko'rindi. Men asli boshqatdan germetiklab joyiga qotiraman degan maqsadda bu tomonga yechdim. Chunki joyida germetiklab bo'lmaydi, buni yaxshilab germetiklash kerak. Chunki katta trubkalar davlina katta bo'ladi bayda. Katta suv o'sha antifriz obroti davlina bilan aylanadi. Bu yaxshilab germetiklanmasa chiqib ketadi bu. Qo'yib yuborishi mumkin, sizishi mumkin yana. Shuning uchun bu tomonga oldimda yaxshi ajratgan. Turgan joyda juda murakkab germetiklash. Puxta ish qilib bo'lmaydi turgan joyda, chala bo'lib qolishi mumkin, sizishi mumkin. Shuning uchun bu tomonga oldim mana. Bu tomonda germetiklab yaxshilab aylantirib germetiklaymiz-da. Germetiksiz bo'lmaydi, sizadi. Albatta germetiklash kerak. Shuni qaytadan germetiklab keyin xomut bilan qotirib qo'yaman. Shunaqa narsalarga e'tibor bermasak, o'sha antifriz sizayotgan joyini o'sha topolmayotgandim. O'sha aytganimdek 3 kun 4 kunda 50 gram 60 gram kamayib qoladi. Bu menimcha o'sha korobkaning ustiga tushar ekan sizni baydan motorga yaqin joy issiqda parlanib ketadi, pastiga tommaydi. Shuning uchun bilish qiyin bo'lgan.